Olavering hoji aka, pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Bu gapni bozorlarda ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Bugungi obzorimiz Angren shahar 5/5 dahasida bo'ladi. 5 qavatli binoni 4-qavatidamiz. Mana hozir uyimizni kiraverishda bu yoqda mana katta eshikdan kirganimizda ko'rishlaringiz mumkin. Baland koridorlari. Bu moskovskiy proyekt. Bu yoqda hojatxonasi, sanuzeli, bu yoqda zali va hozir mana yotoqxonasiga o'tib ko'rsataman. Bu yoqda nima deydi, narsalarni qo'yib qo'ysa bo'ladigan darajada mana qishki kiyimlar bo'ladimi, boshqa narsa kerak emas narsalar pardani orqasida qoladi. Xo'p, unda kirganimizda chap tomonimizda mana kattagina bo'lgan zalimiz bor. Zalimizni ko'rsatib o'taman. Remontlarini ko'ryapsiz, ta'mirlari juda ham ajoyib, yaxshi holatda. Chiroyli qilib qilingan. Shkaflarimiz qoladi. Uyda yana bitta tomoni, o'sha videoni boshida aytganim, pulingiz o'zingiz bilan ketadi degan gapni videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sababi nima ekanligini tushuntirib o'taman. Ta'mirlarga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, juda ham ajoyib, kattagina holatda va bu yoqda hozir pardani ochib ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu joyda ko'rinmas ekan. Bu joyda mana maktabimiz bor. Angren shahridagilar biladi. 14-maktab joylashgan. 14-maktabda oldida devorlarimiz kattagina. Bolalaringiz bo'ladigan bo'lsa, mazza qilib o'ynaydi. Maktabda oldida hamma keladi baribir. Bundan tashqari qanaqadir to'garak boshqa narsalar bo'lsa ham maktabga chiqib o'ynasa bo'ladi. Bu xonamiz o'sha yotoqxonamiz. Aytganimdek, maktabda oldida. Endi bundan chiqib turib to'g'ridagi zalga o'tamiz. Zalimiz mana katta, bu yoq ham. Hop, ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda televizorlarimiz bor, chiroyli qilib turib qo'yib qo'yilgan. Uyga aytgancha hozirda bu yoqda ijarachilar yashayapti va yangi mehmon kelgan ekan. Mehmonimizga mana happy birthday deb chiroyli qilib turib an'anaga aylanyapti ko'pchilikda. Nima deydi, yozuvlarni olib qo'yishgan. Bu zalimizning bu yoqida esa balkon qismi joylashgan. Ko'rishlaringiz mumkin, ta'mirlari juda ham ajoyib. Oladigan odam mazza qilib yashaydigan holatda. Gilamlari, mana shu ko'rib turgan barcha narsalar, pardalar hammasi qoladi bu joyda. Bundan keyin endi hojatxonaga o'tamiz. Hojatxonaga o'tadigan bo'lsak, hojatxonalarimiz ham toza, mana ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi holatda, moskovskiy proyekt bo'lganiga alohida joylashgan. Hojatxonamiz ham, bu yoqda sanuzelimiz ham. Sanuzelimizda ham mana ko'rishlaringiz mumkin, aristonlar qo'yib qo'yilgan, dushovoylari yaxshi, ichkarilar yaxshi holatda. Kir mashinalari bor. Bular ham qoladi va bu yoqdan o'tganimizdan keyin endi ayollarimiz uchun mana oshxona. Oshxonamiz ham yaxshi holatda. Oshxona garniturlarini oladigan odam o'zlariga olib, moslab, chiroyli qilib turib qo'yib qo'ysa bo'ladi. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Ta'mirlari yaxshi holatda va bu yoqda ham mana kichkina bo'lsa ham o'sha idishlar, boshqa narsa qo'yib qo'ysa bo'ladigan holatda. Bundan keyin endi mana gazlarimiz bor. Svet, suv, gazdan muammosi yo'q ekan. Bundan balkonga o'tadigan bo'lsak, balkonimizda 6/1,5 holatda bu yoqda ham shkafimiz bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kattagina holatda 6/1,5 bo'lib joylashgan va Angren shahridagilar bilishadi. Mana bu joyda Angren masjidi qurilyapti. Masjidda ham gumbazi ko'rinib turar ekan. 5/5 dahasida ko'rishlaringiz mumkin. Mazza qilib yo'lga qarab tursa bo'ladi balkon tomondan. Oldi tomondan, yotoqxona tomonidan maktab, orqa tomonidan esa mana ko'rishlaringiz mumkin shundoqqina yo'l 5/5 dahasidagi. Ko'rdingiz, bu uyga uy egalari chiroyligina narx qo'yishibdi. Tez sotish uchun bunaqa qimmat bo'lmagan narxda qo'yib qo'yilgan. Uyimizning narxi hozirda 26.200, 2 xonali kvartira 26.200 deb baholashyapti. Nima uchun pulingiz o'zingiz bilan ketadi dedim. Uyda olib turib kimdir ijaraga bermoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu uyda hozir ijarachilar yashayapti va ijarachi qidirib o'tirishingiz shart emas. Shundoq uy egalari bilan kelasiz, gaplashasiz. Ijarachilar qolaveradi agar kelisha oladigan bo'lsangiz. Uy egasiga pulni sanaganingizdan keyin. Xo'p, bizga obuna bo'ling. Pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, yana ham to'liqroq ma'lumotlarni olasiz. Uyni ko'rganingizdek hamma sharoitlari bor, yaxshi holatda mazza qilib yashaydi. Xohlasangiz o'zingiz yashang, xohlasangiz kimgadir ijaraga qo'ying. Mana tayyor ijarachilar ham bor. To'liqroq ma'lumot uchun
aloqaga chiqsangiz yana ham ko'proq ma'lumotlar berib o'tamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.